Ko'p qismliq ovozliq asar Qo'shkizaklarning taqdiri. 4-qism. Yenimdali bir joyda umrlik suygunim, ya'ni qizimning dadisi Qodir qizimni ko'tarib turadi. Bu yuragim to'xtab qolamdi. Hayronligimda kutilmagan bu ishdan tang'irqab qoldim. U yanala burunqidek shundoq kelishgan salopatlik turadi. Uni ko'ribla ko'zimga yig'i olashdi. Ammo darhol boshqa tarafga qarab, chechimni tuzashtirgan bo'lib yeshimni surtibatdim. U meni ko'rib ahvol so'radi. Ham meni ko'p izdeganligini, ammo topolmaganligini aytdi. U mendan hozir eringiz bormi? U nima ish qiladi deb so'radi. Bu savolga nima deb javob beraman? Yo'q desam, bali kimning desa nima deyman? Birdan o'ylangandan keyin hozir ba deb qutulay, to'y qildim. U tijoratchi deb javob berdim. Ham aldirab mangdi. U bundaq bir qizining borligini bilmaydi. Meningmi bildirgim yo'q edi. Chunki men amdi uningga yuz kelolmayman deb o'ylaydim. Shundoq qilib xo'shlashib do'konga qaytib keldim. Nadim bilay, u mening orqamdan kelib, men kirib ketgan do'konni ko'rib olib qaytib ketibdi. U haftadan keyin do'konga kirdi. Nemish qiyin, uning bilan uchrashishni xohlamaydi. Qizim Qodirga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Shunga uning bilib qilib, qizimni elib ketishdan ansiraydim. U Monayiga kelgan chaqlarda kirdigan bo'ldi. Qizimga uni bir tuqqunimiz deb qo'ydim. Keyin bilsam, u hozir yolg'izgan, ayoli bilanmi xeyli burala ajrashib ketibdi ekan. U to'liq kelib ketib yurgachga, mendan erim bor deysiz. U qani, endi ajab bir qatimni ko'midim-ku deb so'radi. Shu gaplarni qilishib o'ltirsak, ocham kirib qoldi. U menga bir qaravatgandan keyin bu nima ish degandek savol nazarda qarab qo'yib chiqib ketdi. Menmi oxir Qodirga erim bilan ajrashib ketdim deb javob berdim. U ketgandan keyin ochamning yeniga kirdi. Ham uningga bo'lgan ahvolni bir-bir tushundirdim. Ocham boshqa gap qilmaydi. Ko'nglim yerim bo'lgan vaqtlarda qizimga qarab tasalli topatdim. Qizimni dodi mehridan bahramand bo'lib, baxtli xotirjam bir oilada cho'ng bo'lishni shunchalik umid qilatdim. Ammo o'zimcha Qodirga yuz kelolmaydigandek his qilatdim. Endi bo'lsa, ochamga o'zimni qarzdor his qilib, uning bu o'ylaganlarimni deyolmaydim. Qizimni 2 yoshga kerak dedi. Qizim uxlab qolgan chaqlarda tunji bo'lib yaxshi ko'rgan shu kishini aslaydim. O'zimmi bilmay, mushu kunlarda uni siyg'indigan bo'lib qolgan edim. Ammo bu xiyolimni hech kimga deyolmaydim. Nemishqikin, o'zim bir mukammal oila mehriga erishib baxmag'ashqa, qizimni yaxshi bir oila tarbiyasi cho'ng bo'lsikan deb o'ylaydim. Shundoq kunlarning birida ocham tuyuqsiz og'rib qoldi. Ocha, buni yetiversang bo'lmaydi. Ang yaxshi doktorxonaga boraylik. Yaxshi singlim. Ahvolim o'zimga ayon. Doktorxonaga berish ketmaydi. Ig'ir emas. Yo'q, undaq deganing bilan chiroyingda qandaydir qilmabdi. Avval berib tekshirtaylik. Bo'ldi, ham qilma. Do'riyab necha kun aramasamni yaxshi bo'lib ketaman. Asrab ketma. Shu charchab qolgan o'xshayman. Ha, mayli amsa. Navod biyorim bo'lgandek bo'lsang, menga dajumu. Ma'qul, rahmat singlim. Ocham, ana shundoq doktorxonaga boraylik desam unmadi. Do'risam yaxshi bo'lib ketaman deb turib oldi. Men bu kunlarda qizimni beqib do'konga aran yetishayotgan bo'lg'ashqa, ochamdan tuzukma ahvol so'rayolmadim. Keyin yotoqdash qizlardan anglasam, ocham ma'muldor ekan. Yuragim. Bu gapni anglab qaytib qoldim. Bu otsizlik,
Anasızlık, yo'qsullik meni bu xato qadamlarni bosishga majbur qildi. Endi kunlarimiz xayoli xotirjam bo'lib qoldi desam, bu ishqa nimaday? Shunday qilib ocham o'zi menga degichi bilmaganga selib yuraverdi. Ocham bir oylik vaqtdan keyin meni izlab kelib, ahvolini dedi. Balaning dadasi shu yaqin atrofdagi o'qituvchi ekan. Menmi ocham endi bazmxonaga bosib bo'lmag'idek deb o'ylab, uni yenimga chiqib menga yordamlashgan. Endi sening holingda men xabar olay deb yotqidan qaytarib chiqdim. Ochamning menga deyishicha, u o'qituvchining oila ahvoli bekli yaxshi ekan. Ular ochamning ota-onasiz cho'ng bo'lganini anglab, unda qizni qabul qila olmaymiz deganligini yig'lab turib so'zlab berdi. Ham ochamu uningga menga ega bo'l deb turib olmaydiganligini aytib berdi. Uning bilan orliqida bo'lgan bolasini to'qqiz barliqini aytdi. Menmi uning menga deyamayotgan nurg'un dardlarining borligini his qildim. Shunga boshqa gap qilmadim. Hammishda uning og'ziga qaraydim. Shunda qilib oy kuni to'shib, ochamning to'lg'i tutdi. Uni doktorxonaga elib bordim. Ocham 2000 yuan pulni kartaga selib qo'yganligini deb bir kartani qo'limga tutqizdi. Ammo u tug'utida bola ta'tir kelib qolib, ocham o'lib ketdi. Ocham o'lib ketganimi 3 oy bo'lay dedi. Heliqi o'qituvchi tug'ilgan balaning o'z ekanligini anglab, men bilan to'y qilish taklifini qo'ydi. Bechora ocham balasini menga topshirgan. Shunga uning umidini yerda qo'ymaslik uchun uning bilan yaqinda to'y qilmoqchi bo'lyapman. Qani degina do'stim, bizning ashundoq yo'qsizlikda tarbiyasiz cho'ng bo'lganligimiz bizning gunohimizmi? Bizning xatoligimizmi? Men garchi kuday chog'larimda Qodirning aldab ketishiga uchragan bo'lsammi, biroq men muhabbatga sodiq edim. Mendimi, ochamdimi boshqa qizlardek chin hissiyat bor edi. Biz shu amalsizlikdan u gapining oxirini deyolmay buqildab yig'lab ketdi. Hay, uning bu qismatlarini anglab, uningga yestashqim qo'zg'aldi. Ham uningga tasalli berdi. Yig'lamagan Gulmira, sizlarning bundoq ichinishlik kechirmishinglardan men bexabarkanman. Tig'i bolang borliqidan xabarsizkanman. Sizlarni hech kim ayblamaydi. Hozir shu sizlarni bilmaydiganlar sizlarga yomon ko'z qarashda bo'lgan bilan sizlar qandoqli bo'lmasin, ba'zi bir noinsof chakin odamlardek ish qilmabsizlar. Turmushning qismatlari sizlarni o'sha yo'lga qistabdi. Bularni sizlardan ko'rishkimi bo'lmaydi? Rahmat sana jinim do'stim. Bilatdim sening meni tushundiganingni. Men bu dardlarni ichimga sig'dirolmadim. Ta hozirga qadar bu ishlarni hech kimga deyolmadim. Kimga deyalayman? Hech kim anglamaydi. Hech kim bizdek bo'lganlarga hissdashlik qilmaydi. Yo'q, Gulmira, undaq dema. Heliqi o'qituvchimi o'zi qilgan qilmishiga ega bo'pti-ku. Qandoqli bo'lsin, vijdoni bor ekan. Odam degan xomsut emgan nima? Hayotlikda hammamiz ozmay qolmaymiz. Shunga u o'qituvchini ayblab ketma. Men shundoq o'ylayapman. Endi bu ikki qizning baxtini deb bo'lsinmi? Qandoq kun ko'rsam chidayman. Chunki hozirgi kishilarning kelin tanlashdagi o'lchami ota-onasini emish qiladigan deydigan bo'g'achqa. Bu muallim bilan umrimning oxirigacha birga yashayman. U shundoq deb yig'lab ketdi. Ochamdan shundoqla ayrilib qolganimga faqatli ishongim kelmaydi jinim do'stim. Hayotlik bizning qilmishlarimizga bizni shundoq jazoladi.
Yo'q, undaq dema. Ochaning hayotiga menmi bek echinayapman. Qandoq qilamiz? Hammamiz hamon ketadigan jahonkan. Ketganlarning keyindan ketkili bo'lmaydi ekan. Shunga ochaning umidini aqla. Bu ikki qiz sening muhabbatingga muhtoj. Shunday qilaman. Chuqum ochim uchun bo'lsa-mu, heliqi o'qituvchi bilan to'y qilib, bu ikki bolaning keyinligiga kapolat qilaman. Chunki shunday qila olsam, kelgusida qizim loyiqiga mening dadam o'qituvchi desa, men xotirjam bo'laman. Shundala boshqalarning oldida tuvan o'ringa tushib qolmaymiz. Aytganlaring to'g'ri. Biroq yiliqi bundaq desam xafa bo'lmag'in. Sen Qodirni yaxshi ko'ramding. Hayronman. Qodirning ismini tilga elishim bilan Gulmira yana ho'ngrab yig'lavatdi. Uning bu yig'isidan yuragim qattiq echishdi. Qarag'anda uning yana so'zlaydiganlari bardaq qiladi.